Qo'shmalak xinani yaxshi olishi uchun qoshimizni yog'sizlantirish kerak bo'ladi. Penka. Bu Oper firmasini penkasi. Mana shunaqa gubkaga qilib olaman. Menga bu gubkani ishqalanishi yoqadi. Yuzga unaqa qattiq zarari yo'q-da, yoqimli. Yumshoq yechadi. Hamma yog'larimizni, yo makiyaj bormi, nima bo'lsa, приятный masaj qilib yuvib beradi xullas. Mana penka zo'r ko'piradi. Уже tugab qoldi penkam ham, xudo xohlasa yana olaman. Operniki rosa yoqdi. Qaranglar, qoshimizni mana shunaqa qilib yaxshilab yuvib, ya'ni qosh terisida hech nima bo'lish kerak emas, qizlar. Yuzimizni yuvib bo'lganimizdan keyin mana shunday qilib suvini olamizda, uhud qilmasdan oldin qizlar, toner yoki essensiya surmasdan oldin qoshni yaxshilab quritib olaman va keyin xinani surib olaman. Xinadan keyin qolgan uhudlarni qilaman. Ya'ni tegsa ham zo'r oladi va uzoq turib beradi xinamiz. Xinani chiroyli forma qilib qo'yib olamiz. Eng muhimi qoshimiz yog'sizlantirilgan va quruq bo'lsa bo'ldi. Qizlar, hayotda baribir boshqacha, kamerada boshqacha. Sizlarga qanday ko'rsatishni ham bilmayapman. Mana oynada to'qda, kamerada qandaydir ochroq ko'rinyapti. Oddiy mana baklashkadagi suv bilan suv, oddiy suvni to'kdim. Mana shu bilan artaman. Mana. Bo'ldi. Mana. Oldi-ku. Bu eng och rangi, misol uchun. Oldi-ku rangi, mana. Endi baribir kamerada menimcha 100% ko'rinmaydi. Keyin xohishga qarab qosh fiksatori deydimi, shu gellarni sursanglar bo'ladi. Mana bo'ldi. Farqini ko'ryapsizlarmi? Rangi oldi. Всё. Xohlasangiz asfalt rangini qilsangiz to'qroq chiqadi. Svetlo-korичневый bo'lib chiqishi uchun просто ko'proq yoki kamroq ishlasanglar ochroq, to'qroq bo'lib chiqaveradi. То есть mokra asfalt bu tabiiyroq, to'qroq chiqadi. Qoradan sal ochroq. Qora endi qop-qora bo'lib chiqadi. Har xil xonada, har xil освещениеda har xil rang bo'lib ko'rinyapti. Kameradan xullas sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilyapman-u. Mana biz filtr ko'ringlar. Olmaslikda ilojisi yo'q-da. Agar originalni olgan bo'lsanglar qo'shmalakda, обязательно rang